Assalomu alaykum. Bugun 12-iyun. Yana yangi o'sha pishayotgan anjirlarimizni sortlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bu qarshimizda turgan sort Italiya 258 deb nomlanadi. Menga shunaqa nom bilan kelgan. O'tgan yil ham nishona hosil bergan edi. Bu yil ham mana birinchi brebasi, ya'ni o'sha hokisi pishgan. Mana boshqa tomondan ko'rsatamiz. Razmeri juda ham katta buni ham. Hozir buni uzib qo'lda turishini ko'rsataman. Razmerlari juda ham katta. Hozir yana bitta boshqa sortimiz ham pishgan, uni ham ko'rsatib, uni ham tarozida o'lchab, ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Bu sortimiz mana bunisi. Lida degan sort, Longdowd deyiladi, ya'ni avgust uzunchoq degani. Buni asosiy hosil avgustda pishsa kerak. Bu endi menda birinchi yil nishonasi. Hop. Mana brebalari. Buni ham hozir uzib ko'rsataman. Razmerlarini, ko'rinishini bu tomondan uzaylik. Mana. Razmeri yomon emas. İkincisini uzamiz. İkincisi. Endi buni tarozida o'lchab, ichlarini kesib ko'rsataman. Lida sorti. Endi anjirlarimizni og'irligini tortib ko'ramiz. Bular Lida sorti, bu Italiya 258. Nolda turibdi. Birinchi anjirimiz 84 gram. İkinci anjirimiz 86 gram. Yomon emas, yaxshi. Bu Lida edi. Bunisi endi Italiya 258. Og'irroq. 119 gram. Bu o'sha Italiya 258 bargi, bunisi Lidani bargi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Lida sorti, misol uchun, menga ikki xil joydan kelgan. Bittasi Avstriyadan kelgan, bittasi Rossiyadan kelgan. Afsuski bu qaysi biri bilmayman, adashib ketgan. Xullas ikkalasi ham o'sgan menda va ularda barglarida farqi bor. Narigisida brebasi yo'q, faqat o'sha bu yilgi shoxida asosiy hosili bor. Shuning uchun bu bilan solishtirib ko'rishni hozir iloji yo'q. Faqat o'sha asosiy hosili pishganda ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qaysi biri aniqroq o'sha sortga yaqinroq bo'lar ekan. Nimaga deganda, anjirda juda ham chalkashliklar ko'p sortlarning ichida. Shuning uchun har xil manbalardan olishga harakat qilaman sortlarni. Mana bu Italiya 258 da ham ikki xil joydan kelgan. Ikkalasi ozgina bir-biridan farq qiladi. Narigisi gollandskiy fioletoviy deb ko'rsatgan sortimga o'xshab ketardi ko'proq. Uzunchoqroq bo'lardi. Bunisi yumaloqroq meva beryapti. Lekin ikkalasini ham juda hali 100% mana shu Italiya 258 deb tasdiqlashda iloji yo'q. Nimaga desangiz, o'xshash sortlarda sortini o'sha mevalariga qarab ajratish juda ham qiyin. Buni faqat o'sha DNK analizi orqali bilish mumkin. Endi mana bunisi menda o'sha mevasi yirikroq bo'layotgani, shunisini video qilyapman. Narigisini brebalari yo'q bu yil. Keyin bu yil yana Amerikadan olib keltirgan edim, Italiya 258 da, yana har ehtimolga qarshi. Afsuski ular tutmadi, payvand qilgan edim. Qalamchalar juda ham ingichka, nozik holatda edi. Tutmadi. Endi yana keyingi yillari Italiya 258 da
yana boshqa manbalardan olishga harakat qilaman, olib ko'paytiramiz va farqini solishtirib ko'ramiz. Lekin hozircha menda borlari shunaqa meva qilyapti. Hozir buni ichini ham kesib ko'rsataman. Bunisi mana o'sha lida sortimiz. Ichini holati qanaqa rangda bo'ladi, quyuq suyuqligi qanaqa bo'ladi. Bu quyuqroq ekan nisbatan. Endi bunisi Italiya 258, rosa ham pishgan, yumshab. Bunisi sal suvliligi yuqoriroq o'xshaydi, yumshoqroq narigiga nisbatan. Lekin ikkalasi ham rosa shirin, mazali sort. Razmerlari ham juda ham yaxshi. Lida va Italiya 258 sorti. Ikkalasini ham tatib ko'rdim mana. Turdan birini. Haqiqatda ikkalasi ham rosa shirin, zo'r sort ekan. Bunisi sal haqiqatda quyuqroq. Quyuqligini hisobiga sal shakari balandroqqa o'xshaydi. Bu ham lekin shirin, rosa ham zo'r sort, yumshoqroq, sochniroq. Ikkalasi ham o'sha o'stirishga arziydigan juda ham yaxshi sortlar. Kimga qalamchalari kerak bo'lsa, kuzda xudo xolasa bo'ladi. Afsuski buni ko'chatlari yo'q. Italiya 258 da ko'chatlari ham bo'lishi mumkin kuzda. Aloqaga chiqsalaring Telegram yoki to'g'ridan-to'g'ri telefon raqamlarimizga, xudo xolasa kuzda ko'chat va qalamchalari sotuvda bo'ladi.